Qanday Jahongir? Nafas olchi? Zo'r. Qanday ochildimi? Ochildi. Malades. Endi bittagina shu ochilganligini kamerada bir ko'rishimiz kerak. 11 kun avval operatsiya qilganmiz, splentlarni olib tashladik. Burun to'siq teshig'ida Jahongirda sig'anoqlariga ishov bergan. Mana burun devorlarini ko'rishinglar mumkin. Tep tekis. Natija mana a'lo darajada. Bo'la. Yon tomog'ing bitta yana. Qanday hayot boshqa bo'ldi? Yangi tug'ilganday bo'ldi. Qara, bu tarafing bitadi, to'g'rimi? Chap tarafing. Kompyuter. Og'iz qanday ishlaydi? Og'zing yo'q. Qaysi zo'r olyapti? Nafas. Ko'proq zo'r, ha? Asli ikkalasi ham bir xil. Bolaga endi tanlov qo'yganingiz uchun bir tarafdan, asli ikkalasi bir xil yaxshi nafas. Ha, Jahongir, gapirasan videoga bittagina mikrofon taqib. Operatsiyada qiynalgan yo'qman. Operatsiyadan keyingi holatim ham qiynalgan yo'qman. Avval burnim ko'p bitib, boshim og'riydi. Hozir og'riyapti. Operatsiya yaxshi bo'ldi. Hech narsa sezgan yo'qman. Malades. Bobur aka, rahmat kattaga. Qo'l tashlab qo'yamiz bizda endi urf-odatga aylanadi bu narsa. Malades. Aslida mana shunaqa bemorlarimiz sog'ayib ketishida bir katta bir jamoa ishlaydi. Mana shunaqa operatsiyalardan keyingi natijalarni ko'rsatamiz odatda biz oxirini. Aslida boshidan oxirigacha ishlaydigan butun bir katta jamoa bor. Bu jamoaga albatta o'z minnatdorchiligimizni bildirib qo'yishimiz kerak. Shunaqa bizlar bilan birga ishlayotgan jamoa har bir a'zosiga kattakon rahmat.